Obunachilar, bugun media savodxonlik darsidan ajoyib bir video fayl yuklamoqchimiz. Ya'ni bu yerda Jumay va Mavjudaning media savodxonlik darsini ko'rib o'tamiz. Mavzu iSpring Suite yordamida elektron darsliklar va video ma'ruzalar yaratish. Demak, reja bilan tanishib olamiz. iSpring Suite haqida umumiy tushuncha. iSpring Suite tarkibiy qismlari. iSpring Suite yordamida elektron darslik yaratish bosqichlari. iSpring Suite yordamida video ma'ruzalar yaratish. iSpring shu ko'rinishda ko'rib o'tamiz. iSpring Suite bu Microsoft PowerPoint asosida ishlaydigan professional e-learning elektron ta'lim vositasi bo'lib, interaktiv kurslar, video darsliklar, testlar va ta'lim materiallarini yaratishga yordam beradi. U LIMS tizimlari bilan mos keladigan SCORM, XIP, ACES va HTML5 formatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Demak, iSpring Suite quyidagi asosiy vositalarni o'z ichiga oladi. Ya'ni iSpring Converter Pro, ya'ni bunda PowerPoint taqdimotlarni HTML5 va SCORM formatiga o'girish mumkin. iSpring Quiz Maker dasturida esa interaktiv test va so'rovnomalar yaratishimiz mumkin. iSpring Com Pro ekran yozib olish va video darsliklar ham yaratishimiz mumkin. Bu, ya'ni iSpring Suite dasturida. Keyingisiga o'tsak, iSpring Talk Master interaktiv muloqot, dialog simulyatsiyasini yaratish. iSpring Flip PDF va Word hujjatlarini interaktiv elektron kitoblarga aylantirish. Ya'ni bunda 3D formatdagi kitoblarni ham qilishimiz mumkin ekan. Bu ya'ni iSpring Suite dasturida. iSpring Visuals, ya'ni bu ta'lim materiallari uchun interaktiv diagrammalar, crosswordlar va boshqa vizual elementlarni yaratish. Biz o'quvchilarimizda asosiy narsani, ya'ni ularning bilimini oshirish maqsadida mana shunaqa crossword va diagrammalar orqali ularda, ya'ni ularni sinab olishimiz mumkin ekan. iSpring Suite dasturida buni ichiga kirib ko'ramiz. Ya'ni bu asosan ya'ni Mac OSda, ya'ni faqat kompyuterda ishlaydigan dastur hisoblanadi. Bu faqat ya'ni buni oddiy telefonimizda qila olmaymiz bu dasturni. Bu uning ichi, ya'ni o'sha PDF variantdagi fayllar ko'rinib turibdi. Ya'ni bunda kniga, ya'ni kitoblar qilishimiz mumkin. Yuqorida eslatib o'tib ketdim. Bu ham uning ichi hisoblanadi. Bunda ham ya'ni quiz testlar bajarishimiz mumkin. Quiz testlari so'ngra ajoyib ya'ni quiz testlarini bajarib o'tishimiz mumkin. Bu uning, ya'ni telefon bilan aloqada bo'lishi. Bu ham afzalliklardan biri hisoblanadi. Ikkinchi bosqich hozir iSpring Suite yordamida elektron darslik yaratish bosqichlari. Bu ko'plab bosqichlarga bo'linadi. Birinchi bosqichga keladigan bo'lsak, PowerPoint taqdimotini tayyorlash. iSpring Suite PowerPoint bilan integratsiyalashgan bo'lganligi uchun avvalo PowerPoint yordamida darslik uchun slaydlar tayyorlanadi. Bu ham, ya'ni PowerPoint bizga katta yordam beradi. iSpring Suite dasturidan foydalanishimiz uchun maqsadga yo'naltirilgan slayd strukturasini tuzib olamiz. Darsliklar, diagrammalar, grafikalar qo'shishimiz mumkin. Matnni o'qish oson bo'lishi uchun shrift va ranglar muvofiqligini e'tibor beramiz. Demak, keyingisiga o'tsak, ikkinchi bosqichimizda, ya'ni audio va video qo'shish. Bu iSpring dasturining afzalliklaridan biri hisoblanadi. iSpring Audio Recorder orqali har bir slaydga ovozli tushuntirish berishimiz mumkin. iSpring Com Pro yordamida o'zingizni yoki ekranni yozib olish orqali qo'shimcha tushuntirish berishingiz mumkin. Demak, uchinchi bosqichimiz interaktivlik qo'shish. iSpring Suite orqali quyidagilarini qo'shish mumkin. Testlar, video viktorinalar,
Quizmaker orqali qo'shishimiz mumkin. Interaktiv tugmalar muayyan harakatlarga olib boruvchi simulyatsiyalar va dialoglar Talkmaster orqali, interaktiv jadvallar va diagrammalar Visuals orqali amalga oshirishimiz mumkin. Demak, keyingisiga o'tamiz. 4-chi bosqichimizda elektron darsliklarni eksport qilish. Agar materialni LIMS tizimiga yuklamoqchi bo'lsangiz, SCORM yoki XAP formatiga eksport qiling. Agar uni slaydda yoki mustaqil foydalanish uchun taqdim qilmoqchi bo'lsangiz, HTML5 yoki MP4 formatda MP3 deyman. Nima qildi? Ketering, kestirishamiz. formatiga saqlang. Agar uni PDF yoki interaktiv elektron kitob ko'rinishida eksport qilish kerak bo'lsa, iSpring Flip'dan foydalaning. Demak, keyingisiga o'tamiz. iSpring Suite yordamida video mavzular yaratish. Demak, iSpring Suite bizga quyidagi afzalliklarni taqdim eta olar ekan. Birinchi bosqichimizda PowerPoint slaydlarini tayyorlash. Video darslar odatda PowerPoint asosida tayyorlanadi. Shuning uchun vizual jihatdan boy va mazmunan aniq slayd tayyorlang. Demak, slaydlarni tayyorlayotganimizda uning mavzusiga va rejalariga qarab o'tamiz va uning aniqligini oshirib borishimiz mumkin ekan. Keyingisiga o'tsak, ikkinchi bosqichimizda video yozish. iSpring Compro'ni oching va Record Screen yoki Record Video tugmalaridan birini tanlang. Slayd bo'yicha tushuntirish bering va kerak bo'lsa, web kamera orqali o'zingizni yozing. Matn yoki grafikalar ustida qalam yoki marker yordamida tushuntirish bering. Demak, keyingi bosqichimizga o'tamiz. 3-bosqichimizda videoni tahrirlash. iSpring Compro quyidagi funksiyalarni o'z ichiga oladi. Demak, bunda ya'ni videomizni keraksiz qismlarni kesishimiz, matnli izohlar qo'shishimiz, effekt va animatsiyalar qo'shishimiz, ovoz balandligini sozlashimiz mumkin. Demak, agarda ovozimiz past bo'lsa yoki yo'g'onroq bo'lsa, uni ingichkalashtirib yoki qalinlashtirishimiz mumkin. 4-bosqichimizda tayyor videoni eksport qilish. MP3 formatida eksport qiling. Agar kurs LIMS tizimiga yuklanadigan bo'lsa, SCORM yoki XAP formatini saqlang. Videoni YouTube, Google Drive yoki shaxsiy veb saytiga yuklang. iSpring Suite'ning afzalliklari va imkoniyatlariga keladigan bo'lsak, demak, afzalliklari oson foydalanish, PowerPoint asosida ishlagani uchun qo'shimcha o'rganish talab qilinmaydi bunda. Ko'p formatlarni qo'llab-quvvatlaydi. SCORM, XAP, HTML5, MP3, PDF va boshqalarda qilib o'tamiz. Keyin interaktivligiga keladigan bo'lsak, testlar, so'rovlar, video simulyatsiyalar va animatsiyalarni qo'shishimiz mumkin. LIMS tizimlari bilan mos keladi. iSpring Suite kurslarni Moodle, Blackboard, Talent LIMS kabi tizimlarga yuklash imkonini beradi. Ovoz va video tahrirlash imkoniyati qo'shimcha darslar talab qilinmaydi. Demak, keyingisi, ya'ni har bir dasturlarning o'zining kamchiligi bo'ladi. Kamchiligi haqida gapiradigan bo'lsak, demak, kamchiliklari pullik dastur. iSpring Suite to'liq versiyasi bepul emas. Mac OS uchun versiyasi yo'q, faqat Windows uchun ishlaydi. Demak, telefonimizda ishlamaydi. Murakkab animatsiyalarni qo'llab-quvvatlamaydi. PowerPoint'dagi ba'zi animatsiyalarni to'liq o'g'ira. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, iSpring Suite bu o'quvchilar, murabbiylar va ta'lim tashkilotlari uchun eng qulay va samarali vositalardan biri. U yordamida siz elektron darsliklar yaratishingiz mumkin, video ma'ruzalar yozishingiz mumkin, interaktiv testlar, viktorinalar va so'rovlar qo'shishingiz mumkin, kurslarni LIMS tizimlariga yuklab, talabalarning natijalarini kuzatishingiz mumkin.
Xullas, eng oxirida e'tiboringiz uchun rahmat.